Anuqul Absallanman. Surxondaryo Dinodan kelganman. Iyul oyiga kelib bir lichina olib ketib, bir oy deganda yana qaytib keldim. Xudoga shukr, belimda 4 ta grija bor. Allohga shukr, oldingidan nisbatan ancha yaxshiman. Belimda, tirsagimda, tizzamda og'riq kuchli edi. Ana Xudoga shukr, hozir belim ham, tizzam ham, tirsagim ham yaxshi. Necha yildan beri shu og'riq bilan kurashib kelayotganingiz? Necha yillar, ko'p yillar bo'lib ketdi unga. 13-yildan beri og'riqmi, 14-yildan beri og'riqmi, shungacha chidab yurdim. Oxiri mana klinikani eshitib, bir sinfdoshim bilan birga kelib, shu yerda bilib, mana ikkinchi qalla kelib davolanib ketdim. Hamma sharoitlar yaxshi, issiq joy, salqin joy, tozaligi yaxshi, mana choy qilib ichamiz, oshxonalari yaxshi, klinikalari mana ishchilarimiz, mana Elzod, Anvar, mana Nilfarlar ularni qo'liga davolanyapman. Xudoga shukr, lichinalari yaxshi, foyda berdi. Sizga o'xshab shu dard bilan kurashayotgan boshqa bemorlarga ham tavsiya berasizmi? Xudo mayli, mana misol men o'zimdan qiyos qilyapman. Mana o'zim uchun sog'lig'imni sizlarga mana qilyapman. Chunki kelib bemalol davolanib ketsalaringiz bo'ladi. Lekin joylari, vrachlari, muomalari hammasi yaxshi.